Bu bola 10,000 metr balandlikka chiqdi. Maqsadi video olib mashhur bo'lish edi. Minoraning tepasiga chiqqach, o'zini yengilmas inson deb his qildi. Cho'ntagidan telefonini chiqarib darhol ishga kirishdi. Kuzatuvchilari kutgandan ham tezroq osha boshladi. To'satdan osmon gumburlab ketdi. Orqasiga qaramay turib ham bu chaqmoqning dahshatli ovozi ekanini tushundi. Bexosdan pastga qaradi. Boshi aylana boshladi va bola qulay boshladi. Qular ekan, bolaning ko'z oldidan butun hayoti o'tardi va shu lahzada parashyuti borligi yodiga tushdi. Darhol uni ochdi. Qutuldim deb o'yladi. Ammo kutilmaganda parashyut ishlamay qoldi. Qattiq shamol uni sudrab baland binoning tomidagi temir darvoza tomon uchira boshladi. Kutilmaganda ko'z oldi yorishdi. Bu joy Zair siklati edi va bu yerda parashyutlar va kir yuvuvchi vositalar juda ham arzon edi. O'z do'konimizda sizlarni kutamiz va obuna bo'ling.